20 kilovatlik o'zgarmas tok zaryadlash qurilmalari. O'zgaruvchan tok kirib keladi, lekin o'zgarmas tok chiqaradi, DC chiqaradigan zaryadlash qurilmalari. 4 tasi mana bitta qatorda turibdi. Mana shu 4 tasini o'rnatib berganmiz. Nari yoqda bistri zaryadkasi bor. Damas orqasiga bekon olgan. Demak, mana bitta 4 tasi qo'yib bergan. Bular har biri 20 kilovatdan. Har bittasiga 5 ga 10 mis kabel tortib kelingan. Nuri zazimenasi, yana 3 ta fazasi uchun hozir mana ichini ochib ko'rsataman sizlarga. Mana ichki tuzilishi 20 kilovatli zaryadlash qurilmasini. 3,5 kilovatdan 20 kilovatgacha bo'lgan zaryadlash qurilmalari bistri zaryadga kirmaydi, medlenniy zaryadga hisoblanadi. 25 kilovatdan 90 kilovatgacha tez, undan yuqorilari 120 kilovat, 150, 200 kilovatlilari u ultra tez, o'ta tez zaryadlash qurilmasi hisoblanadi. Bular o'ta xavfsiz. Gibrid avtomobili borlar imkon qadar ko'chada zaryadga qilganda mana shunaqa 20 kilovatli zaryadlash qurilmasidan foydalanish kerak. U narigilari lekin nima deydi? 20 kilovatga mo'ljallanganligi, uni o'sha o'tkazgichlari hamma narsasi 20 kilovatga mo'ljallangan. Endi 20 dan oshiq qabul qilmaydi degan taqdirimizda ham baribir katta bir bosim bilan berilganda izolyatsiyasiga ta'sir qilishi mumkin.